Navadi sizga Sungjang bilan Liu Beidan birisiga ergish fursat bo'lsa, Sungjang tanlamdingiz, Liu Beidan tanlamdingiz. Nurg'ullar mana shu ishkaslar ikkisini bir-biriga o'xshatib qo'ydi-ku texe. Navadi siz nayt iqtidorli, mardus, yuqori bir odam bo'lsangiz, Sungjang sizni o'zi qo'shib olish uchun har xil amallar bilan sizning shu oilangizlarni tashlab, oilangizlarga hatto sotqinlik qilib, ularni o'ldirib, o'zingizning eng amroq xotinini tashlab deb yuzsizlik bilan kelib, oxirida Liangshan kuni qaytishingizga majburlaydi. Amalingiz yo'q, bundan boshqa amal yo'q berib, danışağa deysiz. Hem siz bir iqtidorli kuch yo'qolsangiz, Liu Bei sizni o'ziga qaytib olish uchun balkim kayfingiz 3 qatim ziyoratga berishi mumkin. Bu yo'llar nayt eski, agar to'qay havoray nachar bo'lsa, so'q salamlar har qatim berib, egilib turib sizni taklif qilishi. Taklif qilib aketgandan keyin sizni nayt e'tiborlab ishiltishi. Bir qatim gapingizni anglamay qolsa-mu, hatto oxirida sizdan kechirim so'rab, o'lib ketadigan vaqtingizda butun bayligini yana sizga topshirib, bolasini sizga baliqib turdi degan. Endi navadi siz odatga bir puhra bo'lib, navadi Sungjangga ergashgan bo'lsangiz, buni tashkil qilsangiz, Sungjang Liu Beining o'zini qutuldirish uchun, o'zining qochib ketish uchun Liu Bei kelgan ko'rinish qaranglar. Aldık gelgen puhra, günahsız ballı olamdı, günahsız emelde neyim olamdı, vurup, kepip, kırıp, emisi öldürüp, yüzü kutulsulu oldu. Sizden kılıç karı yok bundan vakitte. Vay, Liu Bei yüzden tutuval mı demeydi? Hem de Liu Bei kaçmanda olsa, sizni çukum bılı ektirdi. Sizni o öz halkını herkes boş taşlap koymaydı. Başkalar bana vapasızlık kısmaylı, ben başkalar vapasızlık kılmaymaya da can dikip sizni kovdap, birlikte ektirdi. Navadi düşmanlar sizning o'yingizlarni Sungjang sababli tutib olgan bo'lsa, zindan tutashligan bo'lsa, Sungjang bir tarafda turib tomosha ko'rdi. Hatto ular eng oxirida sizning butkul oilangizlarni ko'zingiz ko'rsatib, kalla silib qirib atgandan keyin Sungjang anandan keyin kelib tundaydi. Ey inim, xapma. Sizning qisosingiz mening qisosim. Liangshan chiqing, keyin biz qisosimizni birlikda olaylik deydi. Anglar. Endi Liu Bei o'xshamaydi. Bu sizning onangizni dushmanning tutib olganligini bilgan vaqtingizda voy tuz berib onangizni qutqizu deb ota-ota sizni uzitib qo'ydi, yo'lliq tutdi, yo'l ochib turdi, sizni qo'llaydi. Onangiz muhim deb. Hatto sizning o'zingizning ashaddiy raqibiga qo'shilib, keyin sizga qarshi chiqishingizdan hisoblashmaydi. Bo'pti deb. Navbat siz Sungjangni og'risangiz, har qanday gapda Sungjangning gapini anglashingiz kerak. Sungjangning sizgan sig'idan chiqmasligingiz kerak. Xatolik qo'ysangiz sizni ayblaydi, jazolaydi, hatto kallingizni oldiga yeg olishi mumkin. Hatto eng oxirida o'lib ketadigan vaqtidami, oldi bilan sizga zaharlik mayli birib, yuzdan burun ketkizib Ben o'lib ketib qolsam, amma adash mening yuzimni to'kmisin deb o'lgandan keyin o'zining yuzini to'kishingiz yo'l qo'ymaydi Sungjang. Hamda Liu Bei o'xshamaydi. Hamda siz Liu Bei'ni og'ritsangiz, siz mayxo'rlik qilib, kayf sapa qilib, shu barliqni sizga topshirgan barliqni taqdim qo'ysangiz, Liu Bei'ning xotin ballarini Liu Bei tutib olgan bo'lsa-mu, bo'pti edi. Baliq degan teplo'ni yeni ala olmaymiz. Xotin degan jiq, xotin degan asaq bo'ldigan narsa deb yeni sizni ayblamaydi. Hatto eng oxirida Sungjang sizni qaslab jinguni tortib olgan bo'lsa-mu, o'zining butun xonligi, butun qo'shini chiqarib sizning intiqomingizni oladi. Qisosingizni oladi. Mana bu Liu Bei bilan Sungjangning bo'yjusini farqi. Siz Liu Bei bilan Sungjangdan qaysini tanlaydingiz? Qaysiga ergashgan bo'ldingiz? Yo'lni qo'yinglar. Rahmat.